Azizlar, assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. 4-iyun sanasida hayosamiz 25 yillik sinf o'quvchilarimizni tabriklashga kelganmiz. Kimning nomlarini bilsak bo'lmaydi. O'qiganlarning rafiqalari tomonidan chiroyli ustozlarga yetkazamiz. Sizlar bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz ustozlar, aziz bitiruvchilar. Mana shunday fayzli dargohdagi o'qishimizni asl sababi albatta bugun 25 yil avval 78-yilda bitiruvchilarning 25 yillik hayotini o'qishini o'tiribmiz. Barchangizga mana shunday baxtli kun bilan bayram bilan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Bu yerga tashrifimizning sababchilari mana shu yerda Sherzod Hamidov biomarketing asoschisi akamizni rafiqalari Gulxoyo yangamizning nomidan mana shu yerga tashrif buyurgan qarsakaringiz bor, albatta. 25 yil bu shunchaki sanalar ketmaganligi, vaqtlar ketmaganligi emas, balki bu quvonch, mehnat, orzu, eng samimiy do'stlikning nishonasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu yerda ustozlarimiz bor ekan. Ustozlarimizga bizning minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Albatta mana shunday yetuk davom etgan farzandlarni mana shunday darajaga yetkazishiga albatta sizlar sababsiz desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Tabriklaymiz mana shunday yutuqlaringiz, shogirdlaringizning yutuqlaridan doimo umringizni oxirigacha sevinib faxrlanib yurishlik sizlarga nasib etsin. Sizlar uchun she'ru bermoqchiman. Shogirdlaringiz nomidan qabul qilasiz. Sizga bir yurakda asragan so'zim, qolmangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida aytgan so'zim, ezgulik yo'lida qolmang ustozim. G'am ko'rmang bu dunyo turgancha turing. Ming yillik mehnatlar huzurim ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod, mag'rur yuring. Ezgulik yo'lida tolmang ustozim, hech qachon charchamang. Mana shunday har doim davramizni to'g'ri bo'lib turishlik sizlarga nasib etsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Va albatta Sherzod aka yordamlashasiz mana shu yerda opalarimiz uchun, qolaversa ustozlarimiz uchun guldastalarimiz bor. Taqdim qilamiz. Barchaga bugungi bayram muborak bo'lsin. Marhamat. Bugungi bayramda
muborak bo'lsin. Hali kelgusida 30, 40 yillik, 60 yilliklarda ham mana shunday yig'ilishlik, bundan chiroyli tantanalar qilishlik nasib etsin. Shu orada Sherzod akamizga qolaversa barcha turmush o'rtoqlarga, akalarimizga rahmat aytmoqchimiz. Rafiqalari tomonidan bir shiroq bermoqchiman. Barcha aziz akalarimiz rafiqalarning nomidan qabul qilasiz mana shu she'rlar siz uchun albatta. Siz mening borlig'im, jonu jahonim. O'zimning sevgilim, azizim, jonim. Barchadan qizg'ongan rashkchi insonim. Men sizla bir umr baxtli bo'laman. Turmushning mushlari og'ir kelsa ham sizning boringiz sizla bir umr baxtli bo'laman. Gulni asrab kelgan bog'im siz begim, doimo suyangan tog'im siz begim. Malika bo'lsam gar shohim siz begim, men sizla bir umr baxtli bo'laman. Mana she'r albatta yangilarimiz nomidan qabul qilinadi. Tabriklaymiz. Mana shunday bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Ana endi tilaklar bo'lsa eshitamiz esdalik. Marhamat. Bugun kun juda bir shodiyona kun bo'lyapti. Hammamiz uchun, do'stlarimiz uchun. Qolaversa mana Sherzod do'stim. Endi shu mana shu bugungi kunning sabab, asosiy sababchisi mana shu Sherzod jo'ramda. To'g'risi, juda ko'p yugurdi Sherzodjon. Senga juda ham katta rahmat. Farzandlaringni kamolini ko'r, jo'rajon. To'g'risini aytsam, bizni jo'ralar Fatima o'zidan gashlari bor. Oyiga 3-4 marta yig'iladi, bizlar lekin 2 oyda birmi yig'ilamiz. Endi to'g'risida hozir deb tushunasizlar. To'g'risi juda ayollarimiz juda bordi keldisi joyida, hammasi işte cho'tkida hammasi. Hammani xonadoniga tinchlik, totuvlik tilayman. Ukajon sizlarga ham rahmat. Kattakon mana shunday vaqt ajratib kelganlaring uchun kasblaringni barakasini bersin işte. Sherzodjon, sog' salomatlik. Allohim barakasini bersin ishlaringni. Yana bir bor işte bolalarimizni ko'rgin. Hamma sog' salomat bo'lsin. Shu do'stlarim, qadrdonlarim, qadar ranjida qilganlaring uchun, vaqt ajratganlaring uchun hammalaringga chiqib sog' salomatlik tilayman. Rahmat e'tiborlaring uchun. Ukajon, sizlarga sog' bo'ling. Taqarsaklar bo'lsa akamizga katta rahmat. Mana shunday do'stlik yo'q bo'lmasin, marhamlik yo'q bo'lmasin albatta. Ana endi aziz do'stlar, mana shu yerda mana shunday darajaga yetib kelishingizga sababchi bo'lgan insonlarda navbatni bermoqchimiz, bitta duolarni olmoqchimiz. Qolaversa tilaklar bo'lsa eshitamiz. Ustozlarimizga navbatni bermoqchimiz. Kimdan eshitamiz? Marhamat. Ana shu yerda. Aziz bolajonlarim, hurmatli ustoz o'qituvchilar. Mana shunday bugun 25-yillikda yig'ilgan ekanmiz. Avvalambor yana bir marta rahmat aytaman tashkilotchilarga, Sherzodjon, Jasur, Barat, Jasur, Xurshid, hammalarimizga, barcha yigitlarga rahmat. Mana shunday tashkil qilganliklaringiz uchun, mana shunday uchrashuvlar juda ko'p 30 yillik, 50 yillik, 70 yilliklarga birga bo'lishga Alloh nasib etsin. Barchalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'laylik, yaxshi kunlarda birga bo'laylik. Yana yaxshi kunlaringizda birga bo'lishga Alloh nasib etsin. Kasbdorlaringizga baraka bersin Allohim. Nimaiki yaxshi orzu-niyatlaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Yaxshi kunlaringiz juda ko'p bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Martabalaringiz ulug', davlatlaringiz ziyoda bo'lsin. Endi aziz bo'linglar, el nazardan chetda qolmanglar. Rahmat, hurmat, e'tibor, e'zoz uchun doimo birga bo'laylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hurmatli azizlarim, mana bizlar ancha yoshda o'tib qo'yibmiz ustozlar aslida, lekin 25 yil orqaga bizlarni qaytarib o'sha yoshlikni eslatganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Ayniqsa Gulxaya kelinglar rahmat. Shunaqa xo'jalikka e'tibor berib, sizlarni hurmat qilib, u gap sovg'a emas, e'tiborda. Katta rahmat kelinglar hammalaringizga yigitlar. Nomma-nom aytmasam,
Hammalaringizga katta rahmat. Doimo sog' bo'linglar, el yurtning nazaridan qolmanglar. Rahmat. Rahmat aytaman. Aytganingizdek, kelgusi 50-60 yilliklarda ham mana shunday duolaringizni eshitish nasib etsin sizga. Rahmat kattakon. Barchaga bugungi bayram muborak bo'lsin. Maktab davridagi do'stlik, mehr-oqibat rishtalari hech qachon uzilmasin deymiz. Rahmat kattakon. Sog', salomat bo'ling, Sherzod aka. Rahmat. Sog' bo'ling.